Necha sensiz yotaman, seni boshdan otaman. Nima qilyapsan? Sen tushunmaysan. O'g'ling ko'rinmaydi. O'g'lim o'qishga kirgan. Student, o'qiyapti, bilim olyapti. Qani telefon qilchi? Hozir? Daram aka. Alo, assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Ha, darsdamisan? Ha, darsda edim, keyinroq telefon qilsam bo'ladimi? Xo'p, mayli. Mana, ko'rdingmi? Bo'ldi, oz tashlayveraman. Kimga pul tashlayapsan? O'g'limga o'qishiga, remontiga pul kerak ekan. Insta ham remontga pul yig'iladi. Qayoqdan bilasan, sen o'qimagansan-ku. Shu o'g'lingni tekshirish kerak. Kayf safoga berildimi deyman-da. Jinnimisan, u meni o'g'lim. Shuning uchun aytayman-da.